Kengiz Xanım və mən. Abduri Erkin Sıdıq. 5. qism. Kengiz Xanımның Xitay səfəri və başqa bir qancha mühim işlər. Kengiz Xanım 2015 yılı 8 fevralda mən xət yazıb, eri Robert bilan ikisi şu yılı 25 oktyabrdan 8 noyabrgacha Xitayga berib, Şanxayda 2 həftə doktorluq oxuyatqan oxucularga dərs ötədiganlığını dedi. Mən Şanxaydakı Uyğur oxucular üçün Kengiz Xanım bilan uçuruşadigan yaxşı fürsət ekan deb o'ylab, shu chaqda men bilan aloqa saqlayotgan bir Uyğur oxucuga bu xabarni yetkazdim. Onun da berişçə, shu vaqtda Şanxaydakı 3 oliy maktabda Uyğur oxucular o'qiydi ekan. Keyincha heliq Uyğur oxucu Xitayning bir torbitidan Kengiz Xanımның Şanxay və Nanjingdagi faoliyatlari haqidagi yerlik hökumət tayyorlagan faoliyat kun tartib jadvalini tepib, onu mənə əvətib berdi. Mən onu Kengiz Xanımğa əvətib berdim. Mən aşı tanışım arqılıq Şanxaydakı Uyğur oxucularga mümkün bolsa Kengiz Xanımның doklad leksiyalariga qatnashishni tavsiya qildim. Kengiz Xanımның shu qitimning Xitoy safaridan qaytib kelgandan keyin mənə deb berishçə, onun leksiya so'rovlariga Uyğur oxucular zadili kelmabdi. O hökumətning to'sqinligidan gumon qildi. Arayan şəkillərinin qoşdurluq ma'rif sahəsidəki ilmi bayqashlarni asos qilgan bu doklad leksiyaları Şanxay və Nanjingdə ancha qarshi edilmabdi. Leksiyalarga kelganlar ularning nutqlariga ancha qiziqib ketmagan bo'lib, ular bundaq ahvolni burun uchirib baxmagan ekan. Anglag'uvchilarning va har darajalik rahbarlarning qiziqligi boshqa barliq davlatlarnikidan tuvan bo'pti. Aşı mezgillarda Kengiz Xanım mənə özü bevosita Sharqiy Turkistonga berib, shu yerdagi Xitoy hökumət əməldarlarına qo'shtilliq ma'rifning qandaq bo'ladiganligi haqida leksiya so'zlab, Uyg'urlardagi yerlik millatlarning ma'arifi va ona til o'qitishini qandaq elib borganda ilmiy ish qilganlik bo'ladiganligi haqida bilim va taklif berishni xohlaydiganligini aytdi. Men agar ashundaq ish mumkin bo'lib qolsa, o'z chiqimim bilan Kengiz Xanım bilan bildi berib, tarjimonlik qilib berishni xohlaydiganligini aytdim. Hamda bu ishlarni vatandagi shu chaqda men bilan aloqasi bor ba'zi Uyg'ur ma'rifchilarga dedim. Menga faqat undaq qilish mumkin emas degan javobli keldi. 5-yil Urumchi cho'ng qirg'inchiligidan keyingi ahvol hammamizga ayon bo'lib, Xitoy hokimiyatining maqsadi qo'shtilliq ma'rifni ilmiy yo'sinda elib berish emas, balki shuni bahona qilib Uyg'ur tilini yo'qotish bo'lg'ashqa, men bu ishdan aslida ancha umid kutmagan edim. Uning natijasi model men faraz qilgandek bo'ldi. Kengiz Xanımның ashu yaxshi ko'nglim yerda qoldi. Shu yillari men Kengiz Xanımga Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishini tanishtirdim. Natijada Kengiz Xanım bu ikki tashkilotning muhim hujjatlarini o'zining aloqa chembariga ichidagi kishilarga yuksak qiziqarlik bilan keng tarqatdi. Hamda ba'zida ularga takliflarni berdi. Men yaqinda el-kitob shaklida to'rg'a chiqarib qo'ymoqchi bo'lgan Kengiz Xanım bilan yozishgan el-xatlar degan kitobga mushu sahadagi el-xatlarni kirgizib qo'yaman. Men ko'p o'ylanish orqali 2017 yili 7 ayning 29 kuni Kengiz Xanımga xat yozib, uningdan hozirgi xalqaro sistema ichida biz chet eldagi Uyg'urlar Xitoy hokimiyati ustidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi jinoyat asosida arz qilg'ili bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radim. Kengiz Xanım meni xatimga javoban ba'zi takliflarni berdi. Bu mening Xitoy hukumati ustidan arz qilish sohasidagi izlanishimning boshlanishi bo'lib, bu sohada men va keyin qurgan Uyg'ur mash'al gruppasi a'zolari bilan birlikda Angliyada ochilgan Uyg'ur soti bilan bog'lanishli bo'lgan bir qism ishlarni qildik. Men keyincha bu haqda ayrim yozma tayyorlab, uni chet eldagi qarindoshlarim bilan o'rtoqlashaman. Men va chet eldagi bir guruh Uyg'urlar hamkorlashib 2019 yili 6 oyda Uyg'ur Project fondini qurdik. Uni Amerikada tapovatsiz tashkilot qilib rasmiy tizimga oldirib, uning uchun bir inglizcha torbitini tayyorladik. Men uning biz kim va prezidentning so'zi qismini inglizcha yozib,
Uni chet eldagi do'stlarimning o'zgartish to'liqlashidan o'tkazgandan keyin Kengiz xonim va uning yo'ldoshiga takrorlab berishga avatdim. Ular yuksak qizg'inlik bilan talabimni o'rinlab berdi. Mushuningga o'xshash men bara-bara Kengiz xonimdan har qanday ishda yordam yoki maslahat so'rasam, u xonim mening talabimni darhol bajarib beradigan bir xil samimiy do'stlik munosabati vujudga keldi. 2023 yili 17 iyun. Davomı var.